Sahne faoliyatiga aylantirilgan inqilob. Abdurahimjon Abdurashid. 6-bob. Mustaqillik arzu-armonlarining Amerikaga yuzlanishi. Butun Uyg'uristonni 1949-yili Xitoy tajovuzchilari ishg'ol qilgandan beri Xitoyga qarshi ko'rsatish bir kunni to'xtab qolmadi. Erkinlik, mustaqillik uchun qo'limizdan nima kelsa shuni qilib tirkishib keldik. Biroq dushmanimiz bo'lgan Xitoy dunyoga xiris qilayotgan davlatlarning biri bo'lg'achqa, uni vatanimizdan qo'g'lab chiqargudek moddiy kuch bizda bo'lmag'achqa, sirtdan yordam olishga, ochiq aytganda Xitoyga qarshi ittifoqdosh tepishga ehtiyojimizning borligini e'tirof qilganligimiz uchun, ya'ni o'z vaqtida Stalinning hukmronligida bizga xoinlik qilgan Sovet ittifoqiga yana talmirishga boshladik. Aslida biz talmirmagan bo'lsaqmi, bizni talmirtish uchun yangi nayranglarni ishga solib, radio tashviqoti orqali bizni jalb qilgan edi. Bo'libmi 1959-yillardan e'tiboran chegara yaqinlariga tanka zambiraklarni tiklab qo'yib, Xitoyga tahdid selish bilan tang biznimi sakirtib o'ynagan. Ashu yillardan ta Sovet ittifoqi tarqalib yo'qolguncha biz bir butun Sovet parast bo'lib ketgan edik. Onundan keyin bir yoqdan Sovet tarkibidan to'kilib tushgan jumhuriyatlardan yordam kelarmikin deb o'ylab qolgan bo'lsak, yana bir yoqdan g'arb ellariga qiziqishga boshladik. G'arb ellari deganda asosan Amerika va Angliyani ko'zda tutatdik. Amerikaning Saddam armiyasini Kuvaytdan qo'g'lab chiqarganligining Uyg'urlardagi ma'nosi Amerika tajovuzchilikni yomon ko'rdi. Shunga Iroqning tajovuzchi armiyasini Kuvaytdan qo'g'lab chiqarib, Kuvaytni qutqizib qo'ydi. Xitoymi bizning vatanimizga tajovuz qilib kirgan. Biz isbot ko'rsatib chin tura olsak, bizni nimishqa qutqizib qo'ymag'idek? Dunyoda yuz berayotgan olamshumul cho'ng voqealarning, siyosiy o'zgarishlarning, askariy to'qinishlarning orqasida qandoq o'yin, qandoq nishon, maqsadlarning bo'ladiganligidan xabarsiz. Ammo o'zimizning dunyo qarashimizga, to'g'risini o'z orzuyimizga to'g'rilab tushunib oladigan xarakterimiz bo'yicha Amerikaning bizni azod qilib qo'ydiganligiga ishonib oldik. Hatto o'zimiz hech nima qilmay shuk tursakmi, Amerika Xitoyni yiqitmoqchi bo'lganda bizni izlab topadi. Biz ichidan is chiqarib bersak, Amerika teshidan o't qo'yadi deb, Amerikaning bir kuni bo'lmasa, yana bir kuni bizni izlaydiganligini xiyol kutib, xotirjam yurganligimizmi bir amaliyatimiz edi. Qandoq rasmikan, men demaganmidim. Amerikaning bizni topadiganligini. Mana, Amerika izlisi mushundoq topadi. Amerikaning bizni izlaydiganligini. Biz tinch yursakmi bizni topadiganligini oldin davolganlarning eshigi hangrashga boshladi. Chunki Xitoyning dahshatli jazo turmusida azoblanayotgan Rabiya Qodir xonimni Amerika hukumati shunchalik tuyuqsiz qutqizib chiqdi. Biz Amerikaga rahmat aytdik. Xuddi vatanimizni azod qilib berib yetib bo'lgandek hayajonga cho'mildik. Demisimi, Rabiya Qodir xonimdek bir atoqli siyosiy mahbusni, shundaqli Xitoy davlatining birinchi nomerlik dushmani degan favqulodda xatarlik shaxsni Xitoyning qo'lidan amon eson qutqizib Amerikaning poytaxt shahriga yetkazib kelishi odatdagi sal chog'laydigan ishlardan emas edi. Shu munosabat bilan Amerikaning mavqesiga baho berdik. Rabiya Qodir xonimni qutqizib Amerikaga udul ekilishki siyosiy arqa ko'rinishini tahlil qildik. Amerikaning Xitoyni yiqitadiganligiga ishonchimiz oshdi. Rabiya Qodir xonim erkinlikka chiqib oradan 4 oy o'tgandan keyin 2005-yili iyul Myunxen shahriga keldi. Xonimning safarini kim o'rinlashtirganligini o'zi aytmadi, lekin biz baho berib tushunib oldik. Xitoyning qora zindonidan elib chiqqan Amerika hukumati avatgan gap mustaqillik tanglari yiqinlashdi, sagak bo'layli, sagak turayli, fursat qo'ldan ketib qolsa, keyingi pushaymonga foydasi yo'q. Bizmi baklam oshirayotgan bo'lsak kerak. Uzun yil Xitoyning qora zindonida azob tortib, erkin dunyoga emdi qadam bosgan xonim, ehtimol ko'pchilikning qizg'in kayfiyatidan Sharqiy Turkistonni azod qilishda qurol kuchini chetga chiqishga bo'lmaydi degandek kaskin talaffuzlardan ilhomlangan chig'i meni qo'llab menga yordam qila olsanglar Sharqiy Turkistonni 5 yil ichida mustaqil qilib beraman debdi.
Naq maydondagi hayajonliq manzilni tasvirlashning hojati yo'q. Ammo bundaq bir so'zni yuzlik, nopuzliq shaxslarimizdan anglab baxmıqlı yaman uzun yıllar bolğaçqa, hatta vatan millatning yig'isi bilan mashg'ul tashkilot rahbarlaridan, nopuzliq zatlardanmı anglab baxmagan qimmatli so'z bolğaçqa, gerçi xonim aytgandek 5 yil ichida vatanni ozod qilishning imkoniyati rostilla bak yenik tasavvur bo'lgan bo'lsa-mu, lekin g'arblik, qorong'ulik bisib ketgan ko'nglimizni yuritib etgan edi. Shuning bilan bir vaqtda xonimdan so'rabmi baxmasdan bu gapni xonimga degizgan Amerika hukumati davoldi. Ya'ni xarakterimizcha ta'bir berib, xarakterimizcha siyosiy analiz qilib, bu so'zning orqasida Amerika bor dedik. Biz shunchalik umid va shodlikqa cho'mildikki, boshqa paranglar quloqqa kirmaydi, ko'ngillarga yoqmaydi. Amerikaga bo'lgan ijobiy qarashimizga Rabia Qodir xonim tavranmas yangi mazmun qo'shmoqda edi. NAD, ya'ni xalqaro demokratiyalashtirish vaqtidan hal qilingan iqtisodiy yordamni hal qilishga ehtiyot yuzsin erkin olib tekin apandim toza qiziqmagan edi. Ammo xonim tavakkul qildi. Turklarda keyingiligini o'ylagan qahramon bo'la olmas degan bir tamsil bor ekan. Xonim vaqtidan hal qiladigan pulning qanday oqibat keltiradiganligini o'ylab o'ltirmadi. Dastlabida qurultay markaziga yillikı $180,000 iqtisodiy yordamni hal qildi. O'zi Washingtonda Rabia Qodir fondi nomli bir jamiyatni qurib, uningga o'xshash miqdorda yordam hal qildi. Rabia Qodir xonim Amerika bilan bizning mustaqilligimiz o'ttirsa ko'rib selyotdi. Uyg'urlarning Amerikaga talpinish qizg'inligi haroratlanmoqda edi. Shunda qizg'in kayfiyatlar ilkida 2006 yılı noyabr Myunxen şehrida chaqirilgan Duxning umumiy saylam yig'inida xonim rais bo'lib saylandi. Sal hurmatlab aytganda Rabia xonimga bay'at qilindi. Dal qurultay ishxonasida vazifa taqsimlanayotgan paytda bir Xitoy amaldori Urumchidan qurultay ishxonasiga udul telefon qilib, xonimning sekretariga "Telefonni Rabia Qodirga bera" degan cheg'i telefon xonimning qo'liga tutqizilib qo'yilgandan keyin qarshi tarafdan tahdid kelibdi. Agar Rabia xonim qurultayga rais bo'lib vazifa olsa, uning Urumchidagi mol-mulki musodir qilinib, bolalari jazoga tortilib ketadi ekan. Ammo keyingiligini o'ylagan qahramon bo'la olmas degandek, xonim hech taraddud qilmayla, "Butun Sharqi Turkistondagi boylik mening mulkim. 20 million Sharqi Turkiston xalqi mening farzandim. Qo'lingdan kelganini qil" deb javob berdi va qarshi tarafning dakkisini berdi. Hem qurultayning tashkiliy ishlarini, vazifalarini o'zi arzu qilgandek o'rinlashtirdi. Aradan 2 oy o'tmay, xonimning 2 o'g'li uzun muddatli qamoq jazosiga hukm qilindi. Xonimning o'g'illarini darhol qo'yib berishni talab qilib, Amerika Avam palatasida qaror ma'qullandi va Xitoy hukumatiga besim qilindi. Har kuni degidek bir yangi xabar. Amerika-Xitoy munosabatining Uyg'urlar sababli yiriklashayotganligi to'g'risidagi tahlillar, shu qatorda Rabia xonimning biografiyalik kitobining Germaniyada yozilishi, Amerikaning shu chog'dagi prezidenti Bosh Chexiyaning poytaxti Pragada Rabia xonimni sahnaga olib chiqib, dunyoga tunishtirishi, ish qilib biz uchun sanab tugatkisiz cho'ng ishlarning Amerika orqali ro'yobga chiqishi bizni to'liq Amerika parast qilayotgan edi. Bizning biror davlatning kutadiganlarimiz vatanimizning mustaqilligi uchun yordam qilishidir. Turli sabablar bilan vatandan qochib panohlik tilagan musofirlarimizni tutib Xitoyga qaytarib bermay bir bulungda jon saqlag'il qo'ysimi bizga bak cho'ng yordam qilgan bo'ladi. Qozog'iston va O'rta Osiyoga barliq qarindosh millatlarning jon saqlash uchun panohlik tilagan yoki nukib yurgan qochqinlarimizni tutib Xitoyga o'tkazib berishi, hatto chegarada etib o'ltirib, o'likini Xitoyga topshirib berishda qabih jinoyatlari, Pokistonning to'liq Xitoy parast bo'lib ketishi, shuningdek Janubiy Osiyo davlatlarining Xitoyga yontayoq bo'lib, Uyg'urlarning joniga zomin bo'lishi, siyosiy insoniy haqlarga xiyonat qilishlari qatorliq umumiy vaziyatlarning yig'indisi bizni Amerikaga yaqinlashtirayotgan omillardan biri edi. Albatta, hozirgacha Uyg'urlar panohlik tilab o'rlashayotgan Yevropa davlatlarida Amerikadagi vaziyatlar bo'lgan bo'lsa-mu,
Hatto yashash kapolati jihatlarda Amerikadan afzal sharoitlarga ega qilingan bo'lsaqmi, lekin vatan millat taqdiridagi hal qilg'uch cho'ng masalada Amerika qaror qilishga ega va butun Yevropa davlatlarini yetaklash imtiyoziga ega bo'lg'achqa, biz oxirgi hal qilg'uch qarorini beradigan Amerikaga yaqinlashdik. Biz qaynoq hissiyotimizni bir oz besib turib dunyoga qayta nazar solganimizda, falakning charqi qandoq aylanganligini, aylanish qonuniyatini belgilaydiganlarning kimlar ekanligini va bu qonuniyat kimlarning manfaatlari uchun belgilanganligini yuzaki bo'lsin bilib olish fursatiga ega bo'la olamiz. Temir xalifa Li Shifuga aldınıptı, Xo'jayan Zajim Rus konsulga aldınıptı, Ahmetcan Qasim Stalinga aldınıptı deb balalarcha xursınıp yurgan chaqlarimizda 1969 yılı Sovet İttifaqı'nın anlatıdığan Vatan Qutquzish Radyosu'nun tashabbusi ve chaqirig'i ishinib, Qora Juldagi jangni qo'zg'agan minglarcha yigitlarning jiniga zamin bo'lib, 100 minglarcha agashkuchi qo'lg'ichilarning uzun muddatli qamoq jazosiga mahkum bo'lishidek bir tarixiy fojiani ham sodir qilgan edi. Bu yerda aldinish, aldash masalasi mavjud emas, balki faqat o'zligimizdan aldinib berishli mavjud. Gürüşning xavri yo'q, savzi demayapti degandek, cho'ng kuchlar bizga qarab miyiqida kulib qo'ysa, biz ish pishib yetildi deb oldingi safga barg'ash turamiz. Orqamizdagilarni ishondirish uchun cho'ng kuchlarning miyiqida kulib qo'yishlariga rang berib bo'yab, yolg'on yavdoqlarni to'qib chiqimizda, to'qiganlarimiz bak qamlashib ketib, o'zimizni ishonishga boshlaymiz. Bu qatimqi Amerikaga yiqilishdimi, o'zimizcha ko'ptirib atdik. Amerikalik Amerikalik birer yerim siyosatchining, diplomatchining og'zidan Sharqiy Turkistoninglarni azod qilib olsanglar bo'larmikin degandek bir jumlani anglab baxmagan bo'lsaqmi, hatto vaqti kelganda Amerika bizni tashkillab, yetaklab Sharqiy Turkistonimizni mustaqil qilib beradi deb shunchalik ishonch bilan xo'shal-xo'ram yashab turishga odatlangach turdik. Çünkü Amerika'da adamlar bekli hatırcam, azade, g'amsiz yaşaymış. Bizni Amerika azad qilib qo'ydigan bo'lg'achqa, shundaq bir yaşamga ko'ngash turmasak, kechikib qolib, ishimizdan buzilib ketadi. Amerika va Yevropa bizni vahshiy talvi islomchilardan ekan deb qolmaslik uchun yig'in cho'g'inlarimizda bir qo'lda duttar, bir qo'lda daplarni tarangitib, üstellerge markalık içimliklerini tikilip aldıgan. Ahun qarimlarimizmi puraqlarga dahil buluşup berdigan. Şundaq bir aldın hazırlanıp turuşlarımı adetimizge aylanıp ketdi. Yevropa'daki Uyghur teşkilatlarının nizamname programmalarida vatanning mustaqilligi degan jumla azaldan bo'lmaganidek, bu qatim madaniy faoliyat so'rinlariga aylanib ketdi. Anda sanda namoyishlar qilib qo'ygandan boshqa yig'in to'plashishlar usul tomosha bilan ranglanib ketdi. Hamma yerda mashrab, cho'ng mashrab, kichik mashrab to'plashib yeb ichib, kulki chaqchaq, nag'mi-navo yoki diniy tabliğ, siyosiy mazmunlar tashkilotlardan ommaviy so'rinlargacha ko'zdan g'oyib bo'ldi. Bu qadar bo'lib ketishimizda ne Amerika, ne Yevropa davlatlari bizdan talab qilgan bir ishmi yo'q aslida. Belki bizning dunyoga baho berish usulimiz, dunyoga qarashimiz, o'zimizning ma'madonligi bizni shu holga keltirdi. Yeni bir qiziq ish avj olganki, Amerikalik, Yevropalik siyosiga bek qiziqmaydi ekan. Shunga biz Xitoyning ustidan shikoyat qilganda, xalqimizning diniy erkinligini bo'g'di, namoz o'qig'ili qo'ymadi, ro'za tutqili qo'ymadi, erlarning saqilini, ayollarning ro'mol, lichaklarni tartib oldi desak, ular yestashlik qilib gapimizga quloq soladi deb bargal yerda shu dinning davosini qiladigan bo'lib ketdi. Ammo dinning davosini qilayotganlarning naq o'zlari u din bilan aloqasining yo'qligimi bir kulkilik edi. Ne erlarda saqal bur, ne xonimlarda ko'ynak ro'mol, ne ibodat, ne aqida. Bu avvallar da'vogarlarimiz qilayotgan din davosining rost yolg'onligiga gumon qo'zg'aydigan vaziyatni shakllantirdi. Hatto Uyg'urlarning ahvoliga qiziqadigan ba'zi davlat ve xalqaro tashkilotlar heyet tashkillab vatanga avatadigan, amaliyotni ko'zdan ko'chirib Xitoy oldin o'rlashtirib qo'ygan joylarni ziyorat qilib, kishilarning yolg'on kulimsirab turgan chehrini ko'rib,
Xitoy Kommunist partiyasi rahbarligidan Uyg'urlar bakmi norozi emaskan, burunqi qaraganda vaziyat yaxshilanib yetibdi, din erkinligimi ancha bak to'salg'iga uchirmaydi ekan degandek hujjatlik va suratlik uchurlar bilan axborot vositalarida javob berilgan voqealarmi oz emas. Bizni markazlik holda o'yinga dastishni plan qilayotganlar kimlar? Sharq Turkistonning mustaqilligini talab qilatdiq deydigan siyosiy mavqedan toydurib, Uyg'urlarning diniy huquqi, namoz o'qish, ro'za tutish huquqini asliga keltirib berishni talab qilamiz deydigan holga kimlar qanday maqsadga keltirib qo'ydi? Xitoyning mustamlikasidan ozod bo'lib, erkin, demokratik, hur irodaga davlat quratdiq deydigan millatimizning haqliq talab orzularidan chatiltib, Uyg'urlarning kishilik huquq uchun kurash qilyapmiz deydigan ahvolga keltirib qo'yganlarning nishoni zodi nima? Biz chet elda uzun yillik arzu armonlarning bosqichliq yoki o'tkinchi natijasiga erishganimiz, Uyg'urlarning vakillik tashkiliy markazidan kutganimiz bizni Xitoydan qutqizib qo'ydigan Amerikaga yaqinlashgandan buyongi g'alabimiz shundoq bir tuyuq vaziyatni aks ettirmoqda edi. Yig'ib aytganda bizning g'arbdan, ya'ni Amerikadan kutganimiz reallikqa uyg'un kelmaganmi yoki biz haqiqiy reallikdan ozg'ashtirildikmi? Kitobning kirish so'zida eskartilgandek, mazkur savolning javobi qo'lingizga bu kitobda topilmasligi mumkin. Ammo masalani aniqlashga parda orqasidagi ko'langularni obrazli tasvirlab berishga tirishaman. Davomi bor.